Mehmash nomer 1. Mehmash nomer 1. O'rta Osiyodagi eng katta samarali zavodi Mehmashda yil yakunlandi. Har bir fidoyi ishchilarimizdan o'z fikrlarini eshitib ko'ramiz. Yil qanaqa o'tdi? O'zingiz fikrlaringiz Mehmash haqida, ish haqida? Juda ko'tarinki kayfiyatda o'tdi, yaxshi. Mehmash jamoasi kengayib boryapti yildan yilga. Yangi yil uchun tilaklar, Mehmash uchun tanishlar, oila a'zolar. Yangi yil uchun hammaga yangi yil muborak bo'lsin. Bayram zo'r, hammada mana bayram sovg'alar olgan bolalar hammasi. Xaridinlik, televizorlar oldi bolalar. Hammasi kayfiyat zo'r, a'lo darajada. 2025-yil a'lo kayfiyatda o'tyapti. Hammaga rahbariyatga, tashkilotchilarga rahmat. Samarayimiz xohlasa gullar yashirsin. Mehmash nomer 1. Yaxshi, Xudo xohlasa. 2026-dan ham yaxshi bo'lsin. Xudo xohlasa. Inshaalloh hammaning omadini bersin. Mehmash nomer 1. Mehmash butun xodimlarini yangi yil bilan tabriklayman. Barcha O'zbekiston aholisini barchalarni 2026-yil kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan muborakbod etaman. Xo'p, 2025-yil juda ajoyib qiziqarli davr bo'ldi. Ayniqsa bizning Mehmash korxonamiz uchun bir-birimizga bo'lgan samimiyligimizni yana ham yuqori cho'qqiga erishgan holda uyushqoqlik bilan shu perspektiv rejalarimizni amalga oshirishini bajarishimizni Allohdan so'rab qolamiz. 2025-yil Xudo xolasa 2024-yilga ham nisbatan yaxshi o'tdi. 2026da bundan ham yuqori natijalarga erishamiz Xudo xolasa. Butun kompaniyalar, butun Mehmash zavodi, butun xodimlar. Mehmash xodimlarining eng fidoyilaridan biri hozir men oshpazlarning oldiga kirib ketyapmiz, ularning ham fikrini bilamiz. Xudo xolasa 2025-yilimiz yaxshi o'tdi. Xudo xolasa barga yaxshi ishlab, yaxshi pul topib olg'a